Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Lochin 25. Ko'pchilikni qiziqtirsa kerak, Lochin 25 o'zi asli qayerda o'qib chiqqan, u asli o'zini sohasi bo'yicha o'qiganmi? Bizga kompyuterni o'rgatyapti, asli kompyuter bo'yicha o'qiganmi? Nima biron joyda o'qiganmi degan savollar chiqishi mumkin. Ha, men o'qib chiqqanman va hozir qayerda o'qib chiqqanligimni sizlarga ko'rsatib beraman. Men mana bu yerda Dalmon Jondor tumani ko'nikmasi markaziga aylanibdi. Hozir bu yer o'sha paytda bu yer Dalmon qurilish va milliy hunarmandchilik kolleji edi. Mana shu yerda biz darsdan keyin chiqib olib o'tirardik, dam olardik. Yana dunyoni o'zgartiruvchi ilm, daromad, manfaati. Mana shu yer. Ana ichkarini obzor qilib ko'rsatamiz. Kelayotgan yomg'irlar ham, qorlar ham 1,5 yil shu yerda o'qiganman. 2020-yil maktabni bitirganman va shu yerga kompyuter sohasini o'rganish uchun kelganman. Hozir bayram ketayotgan ekan. Mana bu kollejimizning to'liq rasmi, bu yer yo'nalishlari sekinroq o'tkazaman. O'zingiz to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda murojaat uchun telefon raqamlari, manzil Jondor tumani Dalmon MPY. Dalmon qishlog'i 166-uy. Mana shu yerga kelasiz va o'qishga topshirsangiz, xudo xolasa afsuslanmaysiz. Mana shu yerda, mana shu xonada 2020-yilning kuz oylarida kelganman. Direktor o'rinbosari Ortiq aka meni shu yerda kompyuter ishlari bo'yicha o'qishga grant ko'rganlar. Pastni obzor qilib chiqamiz birinchisi. Bu yer sport zal. Sport zalimiz bo'lgan bu yer. Bu yerda biz darsdan keyin tushib shug'ullanardik. Sportdan shug'ullanmoqchi bo'lganlar. Bu yer nima bilmadim, bu yerlarga kirmaydik. Mana shu yerlarda voleybol o'ynaganmiz. O'sha paytni rasmlarini qo'yishga harakat qilaman, afsuski ko'p emas. Sababi o'sha paytda oddiy telefon, kompyuter ham juda oddiy edi. Mana bu yerda yangiliklar kiritilibdi. Bu yerda hech narsa yo'q edi. Mana bular yo'q edi. Voleybol uchun nima qilib qo'yilgandi? Voleybol uchun o'sha sakrab urardik. Mana voleybol uchun men ko'pincha boks qopi bo'laydi, u oldin bu yerda edi. O'shani urardim. Yana ring qo'yishdi. Qiziqadiganlarimni o'silardi. Qo'l bilan qo'lini baqqa qilish uchun. Tak. Obzor qilib bo'ldik, endi chiqamiz. Oldinlar biz bu yoqdan chiqardik. Bu yoqdan chiqib ikkinchi etaj, o'zi asli 3 etajli bino, ikkinchi etajga chiqardik. Hozir esa biz boshqa yoqdan chiqamiz. Shovqinga e'tibor bermang. Bu yerda hozir bayramlar ketyapti. Mana bu yer o'qituvchilar xonasi. Bu yerda bu yo'q direktor xonasi, bu yer o'qituvchilar xonasi. Biz mana shu yerda amaliyot hujjatlarimizga qo'l qo'ydirib olaylik, tasdiqlatib.
o'qituvchilar xonasini ko'rsata olmadim. Sababi o'qituvchilarimiz ishlayib o'tirishgan ekan. Ustozim rahbarim vakolatlayib kichkina ko'rsatishga harakat qilaman. Biz imtihonimizni biz sport zalda bo'ladi. Bir shovqin tepaga chiqqandan gapirishamiz. Tak, tepaga chiqamiz endi. Men bu yerdan dars topqazishdi. Shu yerdan qochardim chunki kamera yo'q edi bu yerda. Shu yerdan qochib ketardim. Necha qaytishga o'tganmiz, o'yinga qiziqqanmiz. Shu yerdan qochardik. Shu yerdan qochardik. Tak, mana zal biza odam bu yo'ldan chiqsangiz bu yo'ldan kelasiz. Birato'lasi ko'rsatib ketaman. Mana kichkina mehr bunaqa joylar yo'q edi. Bunchalik ko'p joylar yo'q edi. Ana bu biz diplom topshirilgan mana. Mana shu Instagramga tarqagan hozir qulflagan ber. Mana shu yerda diplomni imzolab qo'limizga berishgan. Bu yer hozir bog'cha ishlari bo'yicha bo'libdi. Oldin qurilish ishlari bo'yicha darslar o'tilar edi. Mana bu yer o'quvchilar qo'lda yasalgan o'sha hunarmandchilik ishlarini qilishardi. Kadrlar bo'limi. Ana ustozimiz ham Instagram tashlayapsanmi? Yo'q, shunchaki olyapman YouTube uchun. Arbon tashay Instagramga. Tashlaymiz, ustoz tashlaymiz. Tak. Bu yer kutubxona bo'lgan o'sha paytlar. Hozir qur'atxona. Bu yer bizni diplom birinchi marta mana shu yerda ko'rganman diplomni, elektronik variantini. Diplom olganmisan? Yo, bu yerda olmaganman, prosta elektronikasini shu yerda ko'rganman. Tak, ustozimizni oldilaridan chiqdik. Mana shu ustoz meni o'qishga joylaganlar shu yerga. Sizlarga yo'nalishlarni ko'rsataman. Yosh bolalar uchun enagalar ham bor. Bu yer kasb-hunarga o'rgatish joyi bilan. Demak, mana amaliy san'at va yengil sanoat konfederatsiyasi tilim buncha qavishmaydi hozir. Xafa bo'lmaysizlar. O'sha payt kirmaganman. Ayrim xonalarga kirmaganman ham. Mana uqalovchilar xonasi. Oldinlar bu yer tikuvchilarni bo'lmaydi agar adashmayotgan bo'lsam. Yo'q, adashdim. Tikuvchilarniki u yoqda edi. Unisi xona edi. Men to'g'risini aytaman, bitta narsani kursdoshlar rasmini ko'rsata olmayman. Ana kichik mehr xonasini ko'rishingiz mumkin. Shunda adetlardan o'qiyamiz. Tak. Mana darsdan qochib kelsa yugurib kelardim. Bu yoqda kamera bor-ku va orqa tarafda kamera bor edi. Bu yoqqa borsam kameraga tushib qoladi. O'shacha mana shu yerdan qochib chiqib ketardim. Mana bu yerlar ishlatilmasdi. Mana bu yer tikuvchi xonasi edi o'sha payt. U hozir ko'rsatgan xonam qandaydir ishlar bo'yicha domlaning xonasi edi, kabinet edi, domla kabinetlari edi. Tak. Bu yerlar o'sha paytdan ishlatilmaydi. Umuman ishlatilmaydi. Bu yerlar o'sha paytlar ham ishlatilmaydi. Bu yer tikuv ishlari bo'yicha ekan.
tikuv ishlari bo'libdi uchun ko'rsata olmaymiz. Tikuvchilar o'quv xonalari. O'sha paytlar tikuvchilar yonimizda. Nima qilishardi? Mana. Plakat o'sha paytdan bor edi, qolib qolgan ekan. Hozir darsdan kelolmay qolsak, informatika xonasi ko'pincha qulf bo'laydi. Shu yerga kelib, kutib, ba'zan shag'ilib kutib, namamiz kutib o'tirardik. Mana bu yer bizni sinf xonamiz. O'sha paytlar ham shu rasmlar qo'yganman, faqat Telegram nimamga, Telegram glavniyimga qo'yganman. Ana poloslar yozib, chiroyli qilib qo'yishdi. Ana axborot avtomatik ishlash uchun mo'ljallangan texnik vositalar majmualari. Bu yerlarga zapchas kompyuterni zapchaslarni qo'yaydik, o'sha naushnik yechib qo'yaydik. Kompyuterlar. Biz paytimizda bundan ham eski kompyuterlar edi. Hali ham bir zamonaviy bo'lib qolibdi. Mishkalar. O'zi uchun, payti uchun normal mishkalar. Mana xonalar, monitorlar. Shu payt buncha ko'p kompyuter yo'q edi. Hozir masalan ko'p narsalarni men shu yerda o'rganganman. O'sha paytlarda mana bu yerda o'qituvchini joy turadi. Bizni ustoz kompyuter turadi. Bizni ustoz bu yerga o'zlari o'tirmaydilar. Men birinchi kompyuterga o'tiraydilar. Bu yerda biz ishlardik. O'sha paytlar ana bu yerlarga kompyuterlar eski davos chiqarmaydi. O'sha paytlar men YouTube'ni ochganman. O'sha paytlar men YouTube'ni ochishimdan oldin ham bir paytlar men Telegramga ijod qilardim. Va o'sha Telegramda qo'yardim videolarimni. Telegramga qo'yib boraydim. Va o'sha videolarimni bu yerlarga olib kelib kursdoshlarimga ko'rsatdim. Hozir mana set kabellar, internetlar qo'yilgan. O'sha paytlar yo'q edi. Mana klaviatura, tezkor klaviatura. Mana plakatim o'sha payt bor edi. Devorda turardi. Mana bu esa kompyuter ishlari bo'yicha kompyuterning tarixi. Mana kompyuterlar tarixi. Ana biz bilgan kompyuterlardan birinchisi mana bu bo'lgan. O'zim rasmiga ham tushganman, bir ikkita plakat tushib qolgan. Ana shaxsiy kompyuter bo'yicha. Mana shu xonalarda biz yurganmiz, o'qiganmiz. Hozir bu xonani hali joylashtirishga usta qilishmoqda. Kompyuterlar almashayotgani tufayli bu yer hozir bayramga topganimcha ko'rsata olmadim. Biza o'sha kirish uchun hujjatlarni mana shu yerda to'plaganmiz. Ana ayollar sartarosh o'qishxonasi ham bu yerda ekan. Yo'l qoidalari, chunki o'sha paytda bu yer yo'l qoidalari bo'limi edi. Mana pожарный ход momoda o'tishgan joysi. Mana bu yer nartalar. Bo'ldi, mana aylanib chiqdik. Bu yer inspektor xonasiga, o'sha payt tibbiyot xonasi edi bu. Tibbiyot xonasi edi. Tak, mana chiqishda bir bunday. Biz büyük bir farzandlarımız. Ben eshikdan kiraydik. Bu yer
o'qituvchilar xonasi, bu yer direktorimiz xonasi bo'lgan. Shu paytlar. Biz o'qituvchilarimiz mana bu yerlarga ashirlardan kelib, nima qo'ydirib ketardik. Bu yer chiqish xonasi, chiqish joyi yana bitta. Chiqasiz. Bu yer tepaga chiquvchi ikkinchi etajda. Bu yer mashinalar qo'yish joyi aslida. Mashinalar shundan kirardi. Ayada hamma yoqda go'zal daraxtlar. Meni ikkinchi etaj kimlardir sho'xlik qilib chiqardi, lekin men chiqolmasdim. Sababi bolalikda qo'rqaytib o'shacha chiqolmaganman. Bolalikdan chiqolmasdim. Hozir aqrabora ko'rsam. Mana bu yerlar. Mana bu yo'l. Shuni qo'rqardim chiqishga, ikkinchi etajda bu yo'q. Qo'rqardim. Shu yo'ldan bu yerdan yana bitta chiqish joyi bor, ko'rsatmadim. Hali ko'rsataman, o'zim qochib chiqadigan joyi bor edi. Ana yurardik. Shu yerlarda darsdan keyin ochiq havoda bir aylanib yurardim. Sababi darsdan keyin yurak qismi bilasan odam kompyuter oldida ko'p o'tirgandan keyin ko'zim juda ham bir charchaydi va charchash oqibatida sen bir tashqari chiqib aylanib kelmas ekansan, o'zingga kela ololmaysan. Demak, bu yo'qlarni ko'rsatishim shart emas. Keyin ko'rsataman. Biz avvalo bu yoqqa qaytamiz. Mana parnanglar tashkil qilinibdi. O'sha paytlar yo'q edi bu yerlarda. Ularda qanaqalar yo'q edi. Lekin bu yerda darsdan keyin o'ynardik. Voleybol, futbol yo'q, voleybolni to'g'risi aslında zalda o'ynaganmiz. Hozir ko'rsatdim zalni. Zalda o'ynaganmiz. Bu yerda to'liq futbol o'ynardik. O'rtoqlarim bordi. Jahongir degan o'rtog'im bo'laydi. Ana shu bilan tushib aylanib yurdik shu yerlarda. Ko'rayotgan bo'lsa, assalom Jahongir. Hali o'ziga ham tashimiz ko'radi. Ana shu yerda yurardik. Va ana futbol o'ynash joyi bo'lgan. Shu yerlarda aylanib yurardim, chunki bu yer men yalanglikni yaxshi ko'raman. Bu yerni ko'ryapsizlar, yalanglik. Tashqarida, ichkarida emas, ichkarida yuragimiz qisib ketsa, tashqariga chiqardik. Daraza bo'nlar, suratda o'sha paytlar. Bu endi 2020 sentyabrdan boshlanib 2021-yilni fevraliga borib yakun topgan ishlar. Shu yerlardan, shu kollejdan men diplom olib chiqib ketganmiz shu yerlardan. Mana endi o'zimni ham ko'rasizlar, bu yo'qni ham ko'rsatishga harakat qilaman. O'sha paytlarda biz mana shu yerlarda o'qiganmiz. Parniklar ko'ryapsizlar. Shu paytda biz shu yerlarda o'qir edik va men kompyuter sohasi bo'yicha maktabni bitirib o'zimni rayonimda o'sha o'zim yaqin joyga kollejga topshirganman, lekin asli men 11-sinfgacha o'qiganim tufayli meni o'qishga olisholmagan. Biz degan 9ni bitirganini olamiz deyishgan. 11ni bitirganini olmaymiz deyishgan. Keyin men bu yerga kelganman va direktor o'rinbosari kim deb so'raganman va hozir ko'rsatdik. Akamiz tushib berdilar. Ana shu kishi men bilaman direktor o'rinbosari deb chiqqan oldimga va yo'nalishingizni ayting uka deb. Men chaqirganlar, men aytganmanki, yo'nalishim meni kompyuter.
bizda o'sha payti kompyuter tizimlari va majmualari degan yo'nalish bo'lgan. Hozirda ustozimizdan ham so'radik. 3 oylik kurslar ham tashkil qilinyapti. Kompyuter sohasi bo'yicha bemalol kelib, o'qituvchilardan dars olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu yoqni ko'ryapsizlar. Ikki taraflama ko'rsatyapman, o'zimni orqamda parnik bu yog'i nimalar. Hamma yoqda daraxtlar. Abi do'stlar, daraxtlar bo'lsa, odamni baribir bahri dil ochiladi, har xil hidlar dimog'ingizga uradi va kayfiyatingiz ko'tariladi. Demak, tak, endi qayerlarni yana ko'rsataman. Parnik. Menimcha shu ham yetarli. Qolgan agar qiziqsangiz, bu yerning adresi Buxoro viloyati Jondor tumani Dalmon qishlog'ida joylashgan. Hozirda o'sha paytda men o'qigan paytda bu yer Dalmon qurilish va milliy hunarmandchilik bo'lgan. Lekin hozirda Jondor tumani kasb hunar markaziga aylangan bu yer. Bu yer asli biz o'quvchi bo'lgan paytimiz sho'x bo'lganmiz. Sheram kiraverganmiz. Asli bu yer mashinalar kirishi uchun joy bo'lgan. Mashinalar kirishi uchun joy bo'lgan. Mana pastda hammani chiqdik, mana daraxtlar oqlangan. Gullar gullagan. Daraxtlar sug'orilyapti. Bu yerning yana bitta tarafi va qulayligi, bir rayondan masalan kam joy yo'q. Hamma narsalar bor. O'sha payt hozir endi aylanib chiqolmadim yo'qlarni, balki aylanarmiz. O'sha oshxona deysizmi, do'kon, paynet, masalan nomeringiz o'chib qolsa paynet qilish. Hamma narsa bor edi-da o'sha paytlar. O'sha paytlar shunaqa paytlar bo'lgan. Mana bu yo'ndan ko'rsatsam sizlarga, mana archalar, nimalar. Ana shuni aylanib chiqardim. Yana bitta narsani ko'rsatishim kerak sizlarga. Men shu yerlarga chiqib o'tirardim. Ochiq havoda o'tirardim. Yosh kattalar kelib qolishardi, aylanib o'tirishaydi. Chunki bu yer hozir gullamagan, lekin o'sha payt soya joy edi-da. Masalan, issiqda kelib qolsak, ba'zida bularda amaliyot hujjatlarini topshirishimiz kerak bo'lib qolardi. Shu yerdan suv olib, chelaklarda yo issiqdan kelgan bo'lsak, shapar issiqda peshonasi kuyib endi javolab ketardi. Chapashida yuvib olib, salqinlanib olardi, keyin kirasalar kirib ketardi ichkariga. Mana kirasalar kirib ketardik. Va men sizlarga yana nimani ko'rsataman? Mana shu yerlarda daraxtlar bor. Bu yer daraxt ham ko'p ekiladi. Sababi daraxt obodonlashtirish ishlari qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Oxirida men sizlarga bu yerlarning yo'nalishlarini ham ko'rsatib ketaman. Aylanib bo'lganimizdan keyin yo'nalishlarni ham ko'rsatib ketaman. Yo'nalishlari juda ham yaxshi. O'qituvchilar, hamma o'zim o'qituvchilarman, hali ham bor ekanlar. Ana bu yerlarga yozuvlar ham yozib qo'yilgan. Juda bir qanday desam ekan, o'sha payt ham zo'r edi. Lekin hozir yanada yaxshilashganki, texnikalar yangilashgan, rivojlangan, sportchilarga alohida e'tibor qilishgan. Hozir masalan ring ko'rdingizlar, biz paytimizda ring yo'q edi. Zalni katta o'zi edi. Voleybol. Unda o'sha payt sharoit shunday bo'lgan. Ana skameykalar
hozirgi tarqil ring, ya'ni boks bo'yicha ham nima balki yo'nalish ham bordir. Oxirida yo'nalishlarni ko'rib o'tib ketamiz. Mana shu yerlarni aylanib yururdik. Bu yerda ana ko'ryapsizlar, do'konlar ham bor. Mana daraxtlar ham ko'p. O'sha paytlar mana bu yerlarda budkalar bo'lardi. Budkalarda stolovoylar ovqat sotardi, sherik kelardik, ovqatlanib yana chiqib ketardik. Hozir budka buzilibdi, o'sha payt budkalar bor edi. Ana Buxoro viloyati Jondor tumani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 1-sektor shtabi yerda ekan. Wow. Soch yuradiganlar ko'p. Ana yana bittani ko'rsatib ketaman. Mana shu yerdan topib kelaverasizlar magazin. Kelib Dalmun qishlog'i desangiz ham topib berishadi. Yana bitta tarafi bu yerda xavfsizlik ham innovatsion. Ana yerda svetofor bu, piyodalar o'tish yo'lakchasi zebra ham chizilgan. Mana bu kollej oldida ham yo'l belgisi, zebralar turibdi. Bu anda bolalar yugurib o'tib ketyapti. Bu nima uchun tashkil qilingan? Bu bolalarni xavfsiz o'tib qaytishga, mashina urib keta olmasligini, ehtiyot chorasini qilgan holatda shunday qilib qo'yilgan bo'ladi. Ehtiyot chorasi qilinsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda ko'pincha mashinalar mana tez o'tolmasligi uchun do'nkalar ham qo'yib qo'yilgan. Sababi bolalar yosh, sho'x o'tishda bir xavfli narsa qilib qo'yishlari mumkin. Hozirgi bolalar mashinadan uncha qo'rqishmaydi. O'shanga hozir pauza berib turamiz va sizga men yo'nalishlarimizni ham o'tib ketaman. Mana bu yerdan kirardik. U axrani qarab turaydi, hamma ham kira olmaydi. O'quvchilar kirishi mumkin edi. Hamma duch kelgan odam ham kirib keta olmasdi. Demak, mana bu yerga yo'nalishlarimiz yozib qo'yilgan. Mana kameralar, bu yerlarda ham kameralar bor. Ya'ni o'quvchilar bu yerda har bitta harakati ko'riladi, yozib olinadi. Xullas, xavfsizlik birinchi o'rinda. O'quv markazining ishlari xo'sh. Oshpazlik bor ekan. Baliqchilik, zardozlik, sartaroshlik, ayollar, erkaklar sartarosh ikkala yo'nalish bo'yicha. Kichik rahim, shafqat hamshirasi yo'nalishi ham bor ekan. Yosh bolalarni uqalovchilar yo'nalishi, yosh bolalar uchun enaga tarbiyalovchi bog'cha ishlari bo'yicha ham axborot texnologiyalar bo'libdi. O'sha payti mani paytimda kompyuter tizimlari va majmualari deb nomlanadi bu yo'nalish. Alyuminiya, xorij tillari, mebel ishlari, avtomobillarga texnik ko'rik ko'rsatish ishlari, kashtachilik, tosh o'ymakorchiligi, asalarlar mutaxassisligi, Nail Stalis, shunisini tushunmadim. Traktor mashinalari, quyosh panellarini o'rnatishlar bo'lsa kerak. O'sha meni paytimdagi yo'nalishlar ham mavjud. Hozirda yangi yo'nalishlar ham mavjud ekan. Xullas do'stlar, sizlarga nima deya olaman? Kamina Kamtaranlovchi 25 mana shu yerda YouTube yo'nalishini boshlagan va mana shu yerda YouTube ishlarini o'rgangan va birinchi videolarini sizlarga
shu yerdan turib chiqargan. Bu yerda men ancha narsalarni o'rganib ketganman. Tezkor klavishlar, ofis ishlariga xizmat ko'rsatish. Xo'sh, yana chala bilimlarimni ko'psini shu yerdan ketganman. Bu yerda kompyuter yo'nalishida o'sha paytlar bitta kompyuter tizimlari va majmualari yo'nalishi edi, lekin bitta kompyuterni o'zi o'rgatilmasdi. Kompyuter bilan birgalikda rus tili, ingliz tili, fizika, texnik xavfsizlik, ya'ni o'sha kompyuterlarni tuzatish jarayonidagi xavfsiz ishlar, qanday qilsak bizda xavfsizroq bo'ladi, qanday qilsak biz masalan to'kurmaydi yo nima qilmaymiz, shunday ishlar menga shu yerda o'rgatilgan. Bu yerda o'rgatilgan ishlardan ko'psini YouTube'ga ham chiqarganman. To'g'risi chiqarganman ham. Mana shu yerda agar kelib o'qisangiz, menimcha afsuslanmaysiz, chunki kompyuter tizimlari oldingidek 1,5 yil bo'lmasa ham 3 oy 4 oylab o'rgatilyapti. Shunday. Do'stlar, men nima deya olaman buncha narsani ko'rgandan keyin? Shunchaki o'zgarish va rivojlanishlarga gap yo'q. Telegramga nimasini ham tashib qo'yaman, lokatsiyasini. To'g'ri kelmoqchi bo'lganlar Telegramdagi lokatsiya bilan kirib kelishingiz mumkin. Telegramda lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Buguncha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Mana siz Lochin 25 ni qayerdan o'qib chiqqanligini ham bilib oldingiz. Hatto kim o'qishga olganligini ham ko'rsatdim. Sog' bo'ling.